bunaqa narxga, bunaqa boshlang'ich to'lovga boshqa joyda aniq ko'rmaysizlar. 2022-yil Hyundai Santa Fe avtomashinamiz. 3,5 litrli turbina motor bilan jihozlangan. 2022-yil kraskasi absolyutni toza. Bitta navorotiga e'tibor berasizlar, narxi bilan boshlang'ich to'lovini boshqa joydan topa olmaysizlar. $2200 boshlang'ich to'lov, barcha xarajatlar ichida qilib beraman. Naqd pulga xarid qilaman degan akukalarimiz uchun $29500 ga olib chiqib ketaveringlar. Michelin balon Moshinani holatini, sostoyanasini shunday salonidan bilib olsanglar bo'ladi. Juda ham akkuratli holatda haydalgan, minilgan, qirilgan, chizilgan joylari akalar umuman yo'q. O'rtoqlar, $2200 boshlang'ich to'lov, barcha xarajatlar ichida qilib beraman. Oylik to'lovlarini 10,100,000 so'mdan to'laysizlar. O'rtoqlar, bu narxga kimgadir qimmat, kimgadir arzon, maksimal darajada yengillattirib beramiz. Xohlaganlar uchun to'lov imkoni bor, normalni topadigan mujiklar uchun 1 so'm boshlang'ich to'lovsiz ham qilib bera olamiz. Hamma xarajatlar ichida bo'ladi, faqatgina to'lov imkoniyati bor akalarga. O'rtoqlar, bu mashina yozib qoldiringlar, qimmatmi yoki arzonmi akalar? Joninglar sog' bo'lsin.